Keling, darhol eng muhim joyidan boshlayman. Sentyabr oyida 25 yoshdan oshgan pensionerlar uchun pul bilan bog'liq juda yoqimli imkoniyatlar paydo bo'lishi mumkin. Lekin ko'pchilik buni bilmagani uchun o'ziga tegishli mablag'ni vaqtida olmay qoladi. Men bugun sizga aynan nimalarga e'tibor berish kerakligini, kimlar qo'shimcha pul, qayta hisob-kitob, kompensatsiya yoki imtiyozdan foydalanishi mumkinligini oddiy tilda tushuntirib beraman. Bu ma'lumot faqat bitta odamga emas, oilasida pensioneri bor har bir kishiga tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, real pulni saqlab qolishga yordam beradi. Avvalo bir narsani aniq qilib olaylik. Men bu yerda hamma pensionerga avtomatik katta pul tushadi deb noto'g'ri umid bermoqchi emasman. Aksincha, men ekspert sifatida sizga eng muhim holatni tushuntiraman. Sentyabr oyida ko'p pensionerlar uchun moliyaviy tomondan foydali bo'ladigan bir nechta yo'nalish bor. Bular pensiyani qayta hisoblash, yetkazilmay qolgan to'lovlarni aniqlash, ish staji va ish haqi ma'lumotlarini to'g'rilash. Bank kartasi va naqd pul olishdagi komissiyalarni tekshirish, kommunal imtiyozlar, ijtimoiy yordamlar, shuningdek ayrim hududlarda beriladigan moddiy ko'maklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Eng katta muammo shundaki, odamlar ko'pincha menga pensiya tayinlangan, endi hech narsa o'zgarmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa ayrim hujjat, ariza yoki ma'lumot sabab pensiya miqdori o'zgarishi, qarzdorlik aniqlanishi yoki qo'shimcha to'lov olish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Oldin qanday edi? Ko'pchilik pensioner pensiya tayinlangan kuni qanday miqdor belgilansa, yillar davomida shu tartibda olayotgandek qabul qilardi. Agar ish stajining bir qismi hujjatga kiritilmagan bo'lsa, eski korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot olinmagan bo'lsa yoki ish haqidagi ma'lumot to'liq berilmagan bo'lsa, pensioner ko'pincha bunga alohida e'tibor bermas edi. Natijada odam oy kamroq pensiya olib yurishi mumkin edi. Masalan, bir ayol 55 yoshda pensiyaga chiqqan, lekin 1905 yildan 1992 yilgacha ishlagan korxonasining staji hujjatda yo'q. U baribir eski vaqt topilmaydi deb yuradi. Ammo arxivdan tasdiq olinsa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Farq oyiga 9 ming so'm bo'lsa ham, bir yilga 960 ming so'm, 2 yilga esa 1 million 920 ming so'm degani. Ba'zi holatlarda farq bundan ham katta bo'ladi. Hozir nima o'zgardi? Eng asosiy o'zgarish shuki, ma'lumotlarni tekshirish, elektron bazalar, davlat xizmatlari, pensiya bo'limlari va bank tizimlari orqali aniqlik kiritish imkoniyati ancha kengaydi. Oldin pensioner har bir eshikni o'zi taqillatib yurish kerak bo'lgan bo'lsa, hozir ko'p ma'lumotlarni so'rov asosida aniqlash, ariza berish, hujjatlarni yangilash imkoniyati bor. Lekin bu jarayon avtomatik hamma uchun bir xil ishlaydi deb o'ylamang. Ba'zi to'lovlar va qayta hisob-kitoblar uchun albatta ariza kerak bo'ladi. Mana shuning uchun men bugun o'tkazib yubormang deyapman. Chunki sentyabr oyi ko'p oilalarda yangi xarajatlar boshlanadigan davr. Nabiralarning o'qishi, kiyim-kechak, dori-darmon, kuzgi kommunal xarajatlar, uy ta'miri, qishga tayyorgarlik. Shu paytda hatto 200 ming, 500 ming yoki 1 million so'mlik qo'shimcha mablag' ham pensioner uchun juda katta yordam. Endi kimlar birinchi navbatda e'tibor berish kerak? Birinchi guruh 25 yoshdan oshgan, yaqinda pensiyaga chiqqan ayollar. Chunki dastlabki pensiya tayinlashda ba'zan ish staji, bolalar parvarishi davri, o'qish yoki harbiy xizmatga oid oila a'zolari hujjati, ish haqi ma'lumotlari to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Masalan, Dilbar opa 26 yoshda 3 yil ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin hujjatda 27 oy ko'rsatilgan. Nega? Chunki 3 yilga yaqin davrda ishlagan kichik korxona keyin yopilib ketgan. Agar arxivdan tasdiq topilsa, uning pensiya miqdori oshish ehtimoli bor. Bu oshish har doim bir xil bo'lmaydi, lekin tekshirishga arziydi. Ikkinchi guruh pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlashda davom etganlar. Ko'pchilik ishladim, lekin pensiyamga ta'siri yo'q deb o'ylaydi. Aslida ishlovchi pensionerlarning to'lovlari, sug'urta badallari, rasmiy ish haqi va qonunchilikdagi tartibga qarab pensiya qayta hisoblanishi mumkin bo'lgan holatlar uchraydi. Agar siz pensiyaga chiqqandan keyin 1 yil, 2 yil, 5 yil ishlagan bo'lsangiz, rasmiy mehnat shartnomangiz bo'lgan bo'lsa, ish beruvchi siz uchun to'lovlarni qilgan bo'lsa, pensiya bo'limiga borib, mening pensiyam qayta hisob-kitob qilinishi mumkinmi deb so'rash shart. Bu savol uyat emas. Bu sizning huquqingiz.
Uchinchi guruh pensiyasini bank kartasiga oladiganlar. Sentyabrda ko'p banklar pensioner mijozlarga turli aksiya, cashback bepul karta xizmati, naqd yechishda qulay shartlar yoki kommunal to'lovlar uchun bonuslar taklif qilishi mumkin. Men yana bir bor ogohlantiraman. Hamma bank bir xil sovg'a bermaydi. Hamma aksiya ham hammaga tegishli emas. Lekin siz o'z bankingizning mobil ilovasida yoki filialida pensionerlar uchun alohida taklif bor yo'qligini tekshirmasangiz imkoniyatni boy berasiz. Masalan, Karim ota pensiyasini kartaga oladi, lekin mobil ilovadan foydalanmaydi. Bank esa sentyabrda kommunal to'lov qilgan pensionerlarga 1% yoki 2% cashback bergan bo'lishi mumkin. 500 ming so'm kommunal to'lovdan 10 ming so'm qaytsa ham bu bir oyda non puli. Agar bir necha oy davom etsa sezilarli yordam bo'ladi. 4-guruh yolg'iz yashaydigan pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotgan oilalar va kam ta'minlangan xonadonlar. Bunday oilalarda moddiy yordam, ijtimoiy nafaqa, mahalla orqali ko'mak, dori-darmon yoki kommunal to'lovlar bo'yicha yengilliklar bo'lishi mumkin. Ko'pchilik men so'rasam yomon ko'rinaman deb indamaydi. Men bunday fikrni noto'g'ri deb bilaman. Davlat yoki mahalla tomonidan belgilangan yordamlar aynan ehtiyojmand insonlar uchun. Agar pensionerning daromadi dori-darmoniga yetmayotgan bo'lsa, uyida qarovchisi bo'lmasa, farzandlari uzoqda bo'lsa, mahallaga murojaat qilish kerak. Bu tilanchilik emas, bu ijtimoiy himoya mexanizmidan foydalanish. Endi kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar siz pensiyangizni yaqinda rasmiy tartibda qayta hisoblatgan bo'lsangiz, barcha stajlaringiz kiritilgan bo'lsa, ish haqi ma'lumotlaringiz to'liq bo'lsa, bank kartangiz shartlarini bilsangiz, mahalla va ijtimoiy yordam bo'yicha maqomingiz aniq bo'lsa, unda ortiqcha bezovta bo'lish shart emas. Lekin baribir yiliga kamida bir marta pensiya ma'lumotnomangizni tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki xatoliklar faqat katta masalalarda emas, kichik raqamlarda ham bo'ladi. Masalan, hujjatda 29 yil 11 oy staj bo'lib qolgan, aslida esa o'tgan yil 1 oy bo'lishi mumkin. Ba'zan aynan mana shu oylar ham hisob-kitobda rol o'ynaydi. Keling, real hayotga yaqin misollar orqali tushuntiraman. Birinchi misol, Ma'mura opa 27 yoshda, pensiyasi 1 million 250 ming so'm. U 1990 yillarda tikuv fabrikasida ishlagan, lekin fabrika yopilgan. Pensiya tayinlanganda u davrning faqat 5 yil hisobga olingan, aslida 7 yil ishlagan. Ma'mura opa arxivga murojaat qiladi. Eski buyruqlar, ishga qabul qilingan va ishdan bo'shagan sanalar topiladi. Pensiya bo'limiga ariza beradi. Qayta hisobdan keyin pensiyasi deylik 90 ming so'mga oshadi. Bir qarashda 90 ming so'm kamdek tuyuladi. Lekin bu har oyda doimiy qo'shimcha. Bir yilda 1 million taqdim ming so'm. Dori-darmon yoki kommunal to'lov uchun bu juda muhim. Ikkinchi misol, Sobir ota pensiyada, lekin qorovul bo'lib rasmiy ishlagan. U men pensiyadaman. Baribir o'zgarmaydi deb yuradi. Farzandi uning mehnat daftarchasi, ish shartnomasi va ish haqi ma'lumotlarini tekshirtiradi. Ma'lum bo'ladiki, ishlagan davri bo'yicha ayrim ma'lumotlar pensiya hisobida aks etmagan. Ariza berilgandan keyin pensiya qayta ko'rib chiqiladi. Natijada kichik bo'lsa ham qo'shimcha mablag' chiqadi. Muhimi, bu bir martalik emas, kelgusida ham pensiyaga ta'sir qilishi mumkin. Uchinchi misol, Nafisa opa pensioner. Yolg'iz yashaydi. Qandli diabet bilan og'riydi. U pensiyasining katta qismini dori-darmonga sarflaydi. Mahallaga murojaat qilmagan, chunki mening bolalarim bor, yordam berishmaydi deb o'ylashadi, deb uyalanadi. Aslida ijtimoiy holatni baholashda faqat farzand bor yo'qligi emas, real daromad, yashash sharoiti, sog'liq holati, xarajatlar ham o'rganiladi. U mahallaga borib ariza beradi, tibbiy ma'lumotnomalarni ko'rsatadi. Kommunal to'lov kvitantsiyalarini ilova qiladi. Tekshiruvdan keyin unga bir martalik moddiy yordam yoki boshqa ko'mak ko'rsatilishi mumkin. Bu ham sentyabr oyida juda kerak bo'ladigan moliyaviy sovg'a bo'lishi mumkin. 4-misol, pensioner xotin pensiyani kartaga oladi. Ular har safar naqd pul yechadi va ayrim joylarda komissiya to'laydi. Bankda esa pensionerlar uchun bepul yechish, bepul SMS xabarnoma yoki arzon tarif mavjud bo'lishi mumkin. Ular buni bilmaydi. Agar oyiga 20 ming so'm komissiya tejaladigan bo'lsa, yiliga 20-30 ming so'm pul oilada qoladi. Bu pulni kimdir kichik ko'rishi mumkin. Lekin pensioner uchun har bir tejalgan so'm muhim. Endi istisnolar va yashirin nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat, hamma to'lov avtomatik kelmaydi. Ba'zan odam agar menga tegishli bo'lsa, o'zlari beradi deb kutadi.
Afsuski, amaliyotda ko'p narsa ariza bilan boshlanadi. Siz murojaat qilmadingizmi? Demak, tizim sizning holatingiz o'zgarganini bilmasligi mumkin. Ayniqsa eski ish staji, arxiv ma'lumotlari, oila tarkibi, nogironlik, qarovchilik, yashash sharoiti kabi masalalarda fuqaroning o'zi faollik ko'rsatishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, faqat og'zaki gapga ishonmang. Qo'shnimga berishibdi, falon odam aytdi. Internetda yozishibdi degan gaplar asos bo'la olmaydi. Har doim rasmiy manbadan tekshiring. Pensiya bo'limi, mahalla, bank filiali, davlat xizmatlari, markaziy yoki tegishli tashkilotning rasmiy aloqa kanallari. Ayniqsa telefon orqali sizga bonus chiqdi, karta raqamingizni ayting, SMS kodni bering desa, hech qachon ishonmang. Pensionerlar orasida firibgarlik juda ko'p. Haqiqiy tashkilot hech qachon sizdan SMS kod, karta pin kodi yoki to'liq maxfiy ma'lumotni so'ramaydi. Uchinchi nozik jihat, qo'shimcha pul chiqsa ham u hamma uchun bir xil bo'lmaydi. Kimdir 1000 so'm qo'shimcha oladi. Kimdir 5000 so'm bir martalik yordam olishi mumkin. Kimdir esa umuman olish huquqiga ega bo'lmasligi mumkin. Bu adolatsizlik emas, bu har bir odamning staji, daromadi, hujjati, sog'lig'i, oila tarkibi va bank shartlariga bog'liq. Shuning uchun falonchiga berishdi, menga ham berish kerak deb emas, mening holatim bo'yicha nima mumkin deb tekshirish kerak. 4-nozik jihat. Hujjatdagi bitta xato katta farq keltirishi mumkin. Ism familiya eski hujjatda boshqacha yozilgan bo'lishi, tug'ilgan sana bir joyda noto'g'ri tushgan bo'lishi, korxona nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Masalan, Abdullayeva bir hujjatda Abdullayeva deb yozilgan bo'lsa, tizim uni boshqa shaxs deb qabul qilishi mumkin. Bunday holatda nikoh guvohnomasi, ism o'zgargani haqidagi hujjat, arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Men pensionerlarga doim aytaman, eski mehnat daftarchangizni, diplomingizni, tug'ilganlik guvohnomasini, nikoh guvohnomasini, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalarini, ish haqi ma'lumotnomalarini bir papkaga yig'ib qo'ying. Bu papka sizning moliyaviy huquqlaringizni himoya qiladi. 5-nozik jihat, qarzdorlik va ushlab qo'lishlarni tekshiring. Ba'zan pensioner pensiyasidan ma'lum summa ushlab qo'linganini sezmaydi yoki sababini bilmaydi. Bu aliment, kredit, sud qarori, ortiqcha to'langan summa yoki boshqa majburiyat bo'lishi mumkin. Agar siz pensiyangiz avvalgidan kam tushganini ko'rsangiz, darhol bankdan ko'chirma oling va pensiya bo'limidan izoh so'rang. Mayli. Shunaqa bo'lsa kerak deb yurish mumkin emas. Har bir ushlab qolishning asosi bo'lishi kerak. Endi amaliy qadamlarni aniq aytaman. Birinchi qadam, sentyabr oyida pensiya tushgandan keyin summani tekshiring. Oldingi oylar bilan solishtiring. Agar oshgan bo'lsa, nima sababdan oshganini biling. Agar kamaygan bo'lsa, nima sababdan kamayganini aniqlang. Buning uchun bank ilovasidan ko'chirma oling yoki bank filialiga borib hisob-varaq harakatini so'rang. Agar naqd olsangiz, to'lov vedomosti yoki kvitansiyadagi summaga e'tibor bering. Ikkinchi qadam, pensiya bo'limiga murojaat qilib, pensiyangiz hisob-kitobi bo'yicha ma'lumot so'rang. Siz mening umumiy ish stajim necha yil hisoblangan, qaysi davrlar kiritilgan, qaysi ish haqi davri asos qilib olingan, qayta hisoblash imkoniyati bormi deb aniq savollar bering. Agar xodim og'ziga tushuntirsa ham, kerak bo'lsa yozma ariza qoldiring. Yozma arizada shunday yozish mumkin. Mening pensiyam miqdorini tayinlashda hisobga olingan ish staji va ish haqi ma'lumotlarini tekshirib berishingizni, qo'shimcha hujjatlar asosida qayta hisoblash imkoniyatini ko'rib chiqishingizni so'rayman. Oddiy, tushunarli va rasmiy. 3-qadam, hujjatlaringizni tayyorlang. Sizga pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, nikoh yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjatlar, farzandlar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha ma'lumotnoma, bank rekvizitlari kerak bo'lishi mumkin. Hamma hujjatni asl nusxasi va nusxasi bilan olib boring. Agar hujjat yo'qolgan bo'lsa, yo'q bo'ldi endi demang. Arxiv sobiq ish beruvchi, tuman tashkilotlari orqali tiklash mumkinligini so'rang. 4-qadam, mahallaga murojaat qiling. Agar siz yolg'iz yashasangiz, daromadingiz yetarli bo'lmasa, dori-darmon xarajatingiz ko'p bo'lsa, uy-joyingiz ta'mirtalab bo'lsa yoki kommunal to'lovlar og'irlik qilsa, mahalla raisi yoki ijtimoiy xodim bilan gaplashing. Ariza yozing. Arizada holatingizni aniq ko'rsating. Men pensionerman. Oylik pensiyam falon so'm, dori-darmon xarajatlarim oyga taxminan falon so'm, kommunal to'lovlarim falon so'm. Moddiy yordam masalasini ko'rib chiqishingizni so'rayman.
Iloji bo'lsa, dori retseptlari, chek nusxalari, kommunal kvitansiyalar, tibbiy ma'lumotnomalarni ilova qiling. 5-qadam bankingizda shartlarni tekshiring. Bank filialiga borib yoki ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib shunday savollar bering. Pensionerlar uchun alohida tarif bormi? Kartaga xizmat ko'rsatish bepulmi? Naqd pul yechishda komissiya bormi? Kommunal to'lovlar uchun cashback yoki bonus bormi? SMS xabarnoma pullikmi? Agar kartamni almashtirsam shartlar yaxshilanadimi? Ba'zan odamlar yillar davomida eski tarifda qolib ketadi. Yangi qulay tarifdan foydalanmaydi. Bu ham pul yo'qotish degani. 6-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Sentyabrda pensionerlarga sovg'a, 25 yoshdan oshganlarga pul, kartangizga kompensatsiya tushadi degan yolg'on xabarlar ko'payishi mumkin. Hech qachon notanish havolaga kirmang. SMS kodini aytmang. Karta raqami va amal qilish muddatini begonlarga bermang. Telefonda o'zini bank yoki pensiya xodimi deb tanishtirgan odamga ishonib pul o'tkazmang. Agar haqiqatan ham to'lov bo'lsa, uni rasmiy tashkilot orqali tekshiring. Farzandlaringizdan, ishonchli qarindoshingizdan yordam so'rang. Moliyaviy xavfsizlik ham pensiyani ko'paytirish kabi muhim. 7-qadam. Har bir murojaatni qayd eting. Qayerga bordingiz, kim bilan gaplashdingiz, qaysarda ariza berdingiz, arizangiz raqami bormi, javob qachon bo'ladi? Bularni daftar qilib yozing. Pensionerlar ko'pincha og'zaki gaplashadi. Keyin esa menga shunday deyishgandi deb isbotlay olmaydi. Agar yozma ariza bo'lsa, tashkilot javob berishi kerak. Siz o'z huquqingizni tinch, madaniyatli, lekin qat'iy himoya qiling. Yana bir muhim maslahat. Farzandlar va nabiralar, agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, ota-onangiz yoki bu bobongizning pensiya masalasini bir marta jiddiy tekshirib bering. Ular ko'pincha navbatda turishdan, savol berishdan, internetdan foydalanishdan qiynaladi. Siz esa 52 soat vaqt ajratib, hujjatlarni ko'rib chiqishingiz, bank ilovasini tekshirishingiz, pensiya bo'limiga birga borishingiz mumkin. Ba'zan oiladagi yoshlarning bitta yordami pensionerning oyma-oy daromadini oshiradi yoki kamida ortiqcha xarajatni kamaytiradi. Men yana bir bor ta'kidlayman. Sentyabrdagi yoqimli moliyaviy sovg'a deganda faqat osmondan tushadigan pulni tushunmang. Eng yaxshi sovg'a ba'zan o'z vaqtida qilingan qayta hisob-kitob, topilgan arxiv hujjati, bekor qilingan ortiqcha komissiya, olingan moddiy yordam yoki firibgarlardan saqlab qolingan pensiya bo'ladi. Pensioner uchun moliyaviy barqarorlik aynan mana shunday mayda ko'ringan, lekin juda muhim qadamlar orqali shakllanadi. Xulosa qilib aytaman. Sentyabr oyida 75 yoshdan oshgan pensionerlar, ayniqsa yaqinda pensiyaga chiqqanlar, pensiyada bo'lsa ham ishlaganlar, eski staji to'liq kiritilmagan bo'lishi mumkin bo'lganlar, yolg'iz yashaydiganlar va bank kartasidan foydalanadiganlar albatta o'z holatini tekshirtirsin. Pensiya summasini solishtiring, hujjatlarni yig'ing, pensiya bo'limiga savol bering, mahallaga murojaat qiling. Bankingizdagi shartlarni aniqlang va hech qachon firibgarlarga maxfiy ma'lumot bermang. Bugun qilgan bitta arizangiz ertaga har oy tushadigan qo'shimcha mablag'ga aylanishi mumkin. Sizdan iltimos izohlarda yozib qoldiring. Sizning yoshingiz nechada? Pensiyangizni qayta hisoblatib ko'rganmisiz? Sentyabr oyida biror qo'shimcha to'lov yoki imtiyoz haqida eshitdingizmi? Boshqa pensionerlar ham tajribangizdan foydalansin. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing, yaqinlaringizga ulashing va kanalga obuna bo'ling. Men esa keyingi videolarda pensionerlar uchun pul, imtiyoz va huquqlar bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.